Ramazon oddiy oy emas. U osmon eshiklari ochiladigan, gunohlar yuviladigan, qalblar tiriladigan, savoblar yog'adigan, gunohlar kuz bargidek to'kiladigan, qalblar bahordek gullaydigan oy. Ramazonda qilingan duo rad etilmaydi. Ramazonda qilingan tavba kechiktirilmaydi. Ramazonda to'kilgan ko'z yosh behuda ketmaydi. Ramazon ichida bir kecha bor. 1000 oydan yaxshi. Ha, bir kecha. Ammo 1000 oylik ibodatdan ustun. O'sha bir kecha butun umrni uzaytirishga qodir. O'sha kechada bir duo taqdirni yozadi. Bir istig'for gunoh daftarini yopadi. Bir tavba yangi hayotni boshlaydi. Ey qalb, bu oyni qo'ldan boy berma. Ey qalb, bu fasl yilda bir marta keladi. Balki bu sening oxirgi Ramazoningdir. Bu sening oxirgi saharingdir, bu sening oxirgi iftoringdir. Har saharni oxirgi sahardek o'tkaz. Har iftorni jannat iftoridek kut. Har duoni yurakning eng tubidan chiqar. Bu oyda yaxshilik qil, u sendan oldin jannatga borsin. Bu oyda sev, muhabbating arshga ko'tarilsin. Bu oy kelganda yer yuzida boshqa hech qaysi vaqtda ko'rilmagan bir ilohiy harakat boshlanadi. Osmonlar larzaga keladi, farishtalar saf tortadi. Bu oyda ko'pchilik gunohkor emas, mag'firat topgan bandaga aylanadi. Kecha gunohga botgan qo'l bugun farishtadek pok bo'ladi. Kecha g'aflatda o'lgan qalb bugun Qur'on bilan tiriladi. Ramazonda jahannam eshiklari yopiladi, jannat eshiklari ochiladi, shaytonlar zanjirlanadi. Lekin bir narsani unutma, nafs hali ham ozod. U ozod qoladi. Uni sen zanjirlashing kerak. Assalomu alaykum. Bugun Ramazonning 3-kuni. Siz qadrdonlar bilan tarix ko'rgan mo'jizalarni davom ettiramiz. Bu ummatning ham Ibrohimlari bor. Nega bunday deganimizni mavzu davomida tushunib olasiz. Tarixda Abu Muslim Abdulloh ibn Savb Havloniy degan tobiinlardan biri yashab o'tgan. U payg'ambar alayhisalom hayotliklarida islomni qabul qilgan, biroq turli sabablar tufayli u zot bilan shaxsan uchrasha olmagan va faqat xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida Yamandan Madinaga ko'chib o'tgan. Shuning uchun tobiin deb esga olinadi. Abu Muslim yoshligidan farosatli odam edi. Haq uning qarshisiga chiqqanda hech qachon uni rad etmas. Odamlar orasida iffati bilan tanilgan bo'lib, islom yetib kelganda ham hech ikkilanmay uni qabul qilishi oson bo'ldi. Biz kibr deganda o'zini katta olib yurgan odamni tushunamiz. Ha, bu kibrning bir sifati. Haqiqiy kibr nima bilasizmi? Haq aniq hujjat bilan kelsa uni qabul qilmaydi. Mana shu haqiqiy kibrdir. Puli bilan kibr qilayotgan odam ertaga puli tugasa majbur pastga tushadi. Davlati bilan kibr qilayotgan odam ertaga davlati ketsa majbur pastga tushadi. Ammo haqni qabul qilmaydigan haqiqiy mutakabbirning ishi qiyin. Unga na boylik, na mansab, na davlat, na kambag'allik ta'sir qiladi. Qahramonimiz Abu Muslim ham haq oldida kibr qilmasdan uni darhol qabul qilgan ediki, Alloh unga ulkan bir mo'jizasini ko'rsatdi. O'sha davrda Yamanda soxta payg'ambar paydo bo'lib, uning ismi Asvad Ansi edi. U payg'ambarlikni da'vo qilib, pul bilan odamlarni o'ziga ergashtirdi. Soxta payg'ambar Asvad Ansini Yamanda obro'si oshib ketdi. Unga biror kishi qarshi tura olmasdi. Bir kuni o'sha soxta payg'ambar Abu Muslim haqida eshitib, uni chaqirtirdi. Abu Muslim kelsa katta bir xandaqda olov yonayotgan edi. Boyagi soxta payg'ambar Abu Muslimga ko'rsatib, qo'li bilan olovga ishora qilib, "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" deb so'radi. Yo'q desa, o'tda jizg'anak bo'lishi aniq. Imtihon juda katta. Hozirki u yaxshi bir choy olib bersa, odamlar dinini sotib yuboryapti. Ammo Abu Muslim nima dedi? U qo'rqmasdan yo'q deb javob berdi. Unda Muhammad Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berasanmi deb so'radi. Abu Muslim ha dedi. Asvad yana olovni ko'rsatib Abu Muslimga "Agar menga itoat etmasang, seni olovda kuydiraman" deb tahdid qildi. Shunda Abu Muslim unga "Olovning Robbisi bo'lgan Alloh biz uchun eng yaxshi vakildir" dedi. Askarlar uni olovga tashladilar. Mana shu payt olov ikkinchi marta o'z xususiyatini yo'qotdi. O'ziga tushgan barcha narsani kulga aylantirish kerak bo'lgan olov unga hech qanday zarar yetkazmadi. Katta bir ilohiy mo'jiza sodir bo'ldi. Bu soxta payg'ambar Asvatni qattiq ajablantirgan yana boshqa narsa bor edi. Abu Muslimni kuyib ketdimikin deb sekin olovga yaqin kelib qarashganida, u olov ichida turib namoz o'qiyotgandi. Allohu akbar. Shundan so'ng Abu Muslimni Yamandan chiqarib yubordilar va u Madinaga yo'l oldi. Madinada Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uni uchratib, qayerdan kelganini so'radi. Abu Muslim Yamandan kelganini aytdi. Shunda Hazrat Umar u yerda bir yigitni yoqib yubormoqchi bo'lishibdi. Uni taqdiri nima bo'ldi deb so'radi. Oddiy bir ishdek
U yonmadi ey Rasulullohning sahobasi deb javob berdi Abu Muslim. Javobni eshitgan Umar ibn al-Xattob unga diqqat bilan razm soldi. Hazrati Umar farosatda tengi yo'q sahoba. O'sha olovda yonmagan shu yigit ekanligini sezib qoldi va Alloh nomi bilan so'rayman. O'sha olovda kuymagan Abu Muslimsan, to'g'rimi? Alloh nomi o'rtaga qo'yilgani uchun Abu Muslim ha deb javob berdi. Shunda Hazrati Umar Abu Muslimning qo'lidan tutib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu huzuriga yetakladi. Hazrati Umar unga bo'lgan voqeani aytib berdi. Bu xabar xalifa Abu Bakr Siddiqni juda xursand qildi va o'zining mashhur gapini aytdi. Ibrohim alayhissalom bilan bo'lganidek, olovga tashlansa ham yonmaydiganlarni bu ummatga chiqargan Allohga hamdlar bo'lsin. Bu ummatning ham Ibrohimlari bor, dedi. Abu Muslim Havloniy rahmatullohi alayhi bilan bo'lgan bu voqeani Ibn Asokir o'zining tarix kitobida keltirgan. Allohning obid va zohid bandasi Abu Muslim Havloniy 62-hijriy sanada Vizantiya yurtlari sari qilingan yurishlarda shahid bo'ldi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Bu voqealarga ishonmaydiganlar ham topiladi, ammo biz musulmonlar g'aybga iymon keltirganmiz, biz ishonamiz. Qurib qolgan daraxt bahorda yana jonlanishiga ishonyapmiz-ku. Bu ishlarga ham ishonamiz. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Biz bilan qoling, ertagacha salomat bo'ling.